Maslini filtrlarimiz 40-54 deymiz. Mana qarang. 40-54 bu bozor tilida 0818. 210 visatasi uzunligi bu yoq 93,5 bo'ladi. 0818 xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin rezbank 112 bo'ladi. Bu bilan ko'p har xil filtrlarimiz bor. Masalan, analog bo'ladi, lekin shu biz 40-54 da juda ajoyib. Biz yoqtiramiz, chunki dunyo standartlariga to'g'ri keladi. Ham brendi ham yaxshi, o'zi ichida qog'ozlari ham, elementlari ham, filtr ishi hammasi yaxshi. Keyingi mahsulotimiz mana bu 10-16. Yaqinroq ko'rsanglar bo'ladi. 10-16 mana ichlari ham. Endi bu bizaniki 162-85 elf. Bu ham juda ko'p. 70% texnikaga, spis texnikaga tushadi. Buni ham sifati juda ham yaxshi biz, chunki anchadan beri bilamiz. Keyingi mahsulotimiz mana qarang. Isuzu 10 tonnalik. Mana 10 tonnalik Isuzu'niki. 11 2 12 rizba deydi. Mana 10 tonnalik Isuzu'niki mana shunaqa bo'ladi. Filtr elementlari ham juda yaxshi, a'lo darajada. Kimda qanaqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, filtrlar haqida quyidagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.